Kuni kecha Xabi Alonso rasman Real Madridni tark etdi. To'g'risi, ko'pchilik uchun bu qaror juda tushunarsiz va kutilmagan edi. Chunki Superkubokdagi Klasikoda ham Madrid yomon o'yin ko'rsatmadi. O'yin Barsa nazoratida o'tgan bo'lsa-da, Real Madrid ko'proq xavfli vaziyatlar yaratgan. To'g'ri, finalni Barselonaga boy berish bu juda yoqimsiz va alamli. Lekin Real Madrid o'yin so'ngida hattoki g'alaba qozonib ketishi ham mumkin edi. Ko'pchilik Madrid nashrlari uchrashuvdan keyin Alonsoning ishi xavf ostida emas, ya'ni Florentino Perez unga to'liq ishonadi deb aytishgan. Lekin kutilmaganda finaldan bir kun o'tib Alonso Realdan haydalmoqda. Bugungi videoda nega Alonso Realda muvaffaqiyat qozona olmaganini sabablarini hamda Real Madridni kelajakda qaysi murabbiy boshqarishi mumkinligini ko'rib chiqamiz. Chunki Alvaro Arbeloa klub afsonasi bo'lishiga qaramay, baribir katta ehtimol bilan mavsum so'ngida Real Madridni tark etadi. Alonsoning g'oyasi. Xabi Alonsoning Real Madridga kelishi sal ertaroq bo'lib qoldi. Xuddi Xavi Barsaga kelgani kabi. Bayer bilan Bundesligani yutganining sababi ham Alonsoning o'zi edi. Ya'ni jamoa uning atrofida hamda uning g'oyalariga qurilgan edi. Barcha futbolchilar umumiy jamoa uchun o'ynab hech kim ajralib turmagan. Ya'ni qisqasi, Xabi Alonso Bayer Leverkusenda haqiqiy boss edi. Barcha uni eshitardi va aytganini qilishardi. Futbolchilar, sport direktor, hatto klub prezidenti ham Alonsoga to'liq ishongan. Lekin Realda unday bo'lmadi. Bir nechta lider futbolchilar bilan konfliktlardan keyin ispaniyalik mutaxassis futbolchilar orasida o'z hurmatini yo'qotdi. Mbappe, Bellingham, Valverde, Endrick, Rodrigo, Mastantuono va eng asosiysi Vinicius Junior murabbiyga ishonmay qo'yishdi va uning taktikasidan norozi edi. Hatto jamoa sardori Valverde ham. Valverde qanchalik murabbiy qiyin ahvolda bo'lmasin, jamoa sardori unga birinchilardan bo'lib ishonch bildirib, qolgan jamoadoshlarini ham fikrini o'zgartirish kerak. Xuddi Barsada Rafinha kabi. Ha, to'g'ri, qog'ozda jamoa sardori Frenkie de Jong yoki Araujo bo'lishi mumkin, lekin hammamiz ko'rib turibmizki, Rafa, Flick va qolgan jamoadoshlari bilan juda yaxshi kelishadi va har qanday vaziyatda jamoasini oldinga tortadigan futbolchi. Valverde ham xuddi shunday. Bu yerda urugvaylik futbolchini ayblamoqchi emasman, lekin Alonso qo'l ostida Valverde umuman o'ziga o'xshamayotgan edi. Toksik, jamoani to'g'ri ruhlantira olmaydigan va neadekvat futbolchiga aylandi, afsus. Klasikodan oldin Trent hamda Carvajal jarohati sabab o'yin qanot himoya bo'sh qoldi va ko'pchilik ushbu pozitsiyada Valverde o'ynashini kutishgandi. Lekin ba'zi bir nashrlarning yozishicha, Valverde himoyada o'ynashdan bosh tortgan. Natijada o'yin qanotda Asensio maydonga tushirildi va Rafinha uni ko'rdim demasdan o'ynadi. Hatto jamoa uchun juda katta ishlar amalga oshirgan Modric, Kroos, Ramos va Casillaslar ham har qanday avtoritetga ega bo'lishmasin, har doim murabbiyni hurmat qilib unga ishonib kelishgan. Qaysi murabbiy bo'lishidan qat'iy nazar. Valverde Realga qancha foyda keltirmagan bo'lsin, hali Kroos, Modric, Ramos va Casillaslar darajasiga yaqin ham emas. Konflikt nimadan boshlandi? Hammasi oktyabrdagi Klasikodan keyin boshlangan edi. O'sha Vinicius almashtirilgan vaziyatdan. Futbolchi o'yin so'ngida zaxiraga olingani sabab murabbiyni haqorat qilib, to'g'ridan-to'g'ri kiyim almashtirish xonasiga yo'l olgan. O'yindan keyingi Instagramdagi postida ham Vini jamoadoshlari, muxlislar va klub prezidentidan kechirim so'rab, Xabi Alonsoni e'tiborsiz qoldiradi. Aynan ushbu vaziyatdan keyin ichki muhit buzilishni boshlagan. Liderlar Viniciusni qo'llab-quvvatlab, murabbiydan norozi bo'lishadi. Bu yerda esa faqatgina Florentino Perez aybdor. Chunki o'sha o'yindan keyin Vini bilan gaplashib, murabbiyni haqorat qilgani uchun uni jazolashi kerak edi. Qanchalik statusli bo'lishiga qaramasdan. Vinicius Junior Real bilan shartnomani uzaytirmayotganining sababi ham aynan Alonso edi deb taxmin qilishgan ba'zi bir nashrlar. Lekin menimcha bu haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Vini shunchaki yiliga toza 30 million yevro maosh olishni xohlagan. Soliqlar bilan bu summa 60 million yevroni tashkil qiladi. Jude Bellingham ham mavsum boshida nega u emas, Arda Güler ko'p o'yinlarda maydonga tushirilayotgani uchun norozi bo'lib, Alonsoni ochiqchasiga kritika qiladi. Natijada bechara Alonso yaxshi o'ynab turgan Arda Gülerni zaxiraga o'tkazib, Bellinghamni yana asosiga qaytargan edi. Aytishingiz mumkin, Bellingham va Gülerni bir vaqtning o'zida ishlatsa bo'ladi-ku deb. Lekin Güler hamda Bellingham birga o'ynagan o'yinlarda ko'pincha Real ochko yo'qotadi. Arda ham, Jude ham hujumkor yarim himoyachilar va himoyaga qaytmaydi. Bitta tarkibda ikkita hujumkor yarim himoyachisi bu ko'plik qiladi. Keyingi futbolchi Kylian Mbappe. Ha, to'g'ri eshitdingiz, aynan Mbappe. Kylian City bilan o'yindan oldin jarohat oladi va bir oyga safdan chiqish kerak edi. Lekin yil tugashiga bir oy qolgani sababli ukol va og'riqlar bilan o'ynab Ronaldoning rekordini yangilashga harakat qilgan. Bu shunchaki ortiqcha egoizm. Agar ushbu o'yinlarning birida jarohat olib uzoqroq muddatga safdan chiqqanda edi, bunga Alonso aybdor bo'lardi. Superkubok finalida ham Mbappening chaqirilishi umuman tushunarsiz edi. Jarohatdan hali to'liq qaytmagan futbolchini Barselonaga qarshi maydonga tushirish bu shunchaki absurd. O'yinda ham shunday bo'ldi. Mbappedan na pressing ko'rdik, na bir xavfli hujum. Bu yerda ham menimcha Kylian Mbappening o'zi Barselonaga qarshi finalda o'ynashini talab qilgan. Real Madridning keyingi murabbiyi.
Xo'sh, aytib o'tganimdek Alvaro Arbeloa 2027-yilgacha shartnoma imzolaganiga qaramay, jamoani katta ehtimol yozda tark etadi va Florentino Perez Yurgen Kloppni olib kelish istagi borligini aytgan. Lekin bu qanchalik to'g'ri variant? Klopp umuman Realga to'g'ri kelmaydigan murabbiy. Uning o'zining ishlaydigan o'yin stili bor. Liverpulchilar yaxshi bilishadi. Gegen pressing, ya'ni 90 daqiqa davomida to'xtamasdan har bir futbolchi pressing qilishi shart. Realda bu imkonsiz, chunki Mbappe va Vini bor ekan, ular hech qachon pressing qilishmaydi. Qo'shimchasiga klub Liverpulni 1 yil ichida bunday buyuk qilmagan. Bunga bir necha yil vaqt kerak bo'lgan edi. 2015-yil oktyabrdan to 2018-yilgacha Liverpul qurilish bosqichida edi. 2019-yildan keyin klubning taktikasi ideal ko'rinishga kelib, natija berishni boshlagan. Realda hech kim bunchalik uzoq kutishmaydi. Sovrinsiz yakunlangan mavsum bu murabbiy ishdan bo'shatilishi kerak degani. Hatto Zidan bilan ham shunday bo'lgan 2021-yilda. Qolaversa Yurgen Klopp ham Alonsoga o'xshab yulduzli jamoani boshqarishga qiynaladi. Salah bilan konfliktni o'zingiz yaxshi bilasiz. Chelseani tark etgan Enzo Maresca ham katta ehtimol Realga kelmasa kerak. Chunki yozda Guardiola Cityni tark etsa, o'rniga asosiy da'vogar sifatida ko'rilmoqda. Ruben Amorim va Erik ten Hag bu shunchaki kulgili variantlar. Yagona qolgan murabbiy bu Zidan, yulduzli tarkib bilan juda yaxshi ishlay oladigan hamda Chempionlar Ligasi uchun chiqarilgan murabbiy. Lekin ba'zi bir fransuz nashrlari xabar berishicha, u ham jahon chempionatidan keyin Fransiya terma jamoasini boshqarishi kutilmoqda. Zidan ushbu rolni uzoq yillar kutib yashadi, Euro 2020 dan beri. Va agar Real Madrid hamda Fransiya terma jamoasi orasida tanlov bo'lsa, katta ehtimol Fransiya terma jamoasini tanlaydi. Qolaversa, Perez bilan ham Zidanning aloqalari uncha yaxshi emas. Xullas do'stlar, Real Madrid hozir nisbatan yomon ahvolda. Qandaydir mo'jiza yuz bermasa, bu mavsumdan katta sovrinlar umid qilmasa ham bo'ladi. Yaxshisi yangi murabbiy izlab, uni asta-sekinlik bilan jamoaga moslashtirish kerak. Xabi Alonso uchun esa eng yaxshi variant menimcha hozirda Liverpul bo'lsa kerak. Arne Slot yozda jamoani tark etsa, Alonso bemalol Liverpulga kelib, Merseysaydeliklarni yanada kuchaytira oladi. Qolaversa, Frimpong, Wirtzlar ham aynan Alonso qo'l ostida pik formaga chiqishgan edi. Video sizga yoqqan bo'lsa, like bosing va bizga obuna bo'ling. Kelasi videolarda ko'rishguncha o'zingizni asrang.